Assalomu alaykum. Bugun sizlarga umuman qizig'i bo'lmagan kunim bilan bo'lishim. Ertalabdan bolalarni maktabga, bog'chaga tashlab, Lormet klinikasiga yo'l oldik. Klinikaga keldik, kassaga pul to'lab, ochirta oldik. Uyda nonushta qilmaganimiz sabab navbatimiz kelguncha yorim bilan kofe-xo'rlik qildik. Yorim o'z qo'llari bilan menga kofe tayyorlab berdilar. Mani shepam deb chaqiradilar. Siz yoringiz nima deb chaqiradilar? Kommentariyada yozib qoldiring. Yorim bilan hech bir paytda shamollamagan edik. Kechasi bilan isitma, bosh og'rig'i bo'lib, zo'rg'a tongga turib oldik. Xullas navbatimiz kelib, vrachga kirib chiqdik. Bir dunyo ukol, dori yozib berishdi. Keyingi bekatimiz kutubxona edi. Kutubxonaga borib, qizimga, o'zimga va dadamiz o'zlariga kerakli kitoblarni sotib oldik. Qizim Yuksalish maktabida o'qiydi. Kitoblarni o'ziga tashlab, hilpirab turgan bayrog'imizni tomosha qilib, uyimizga qaytdik. Uyga kelishimiz bilan betga harakatimni boshladim. Tezda tovuq oyoqlarini yaxshilab qaynagan suvda yuvib, marinovka qilib oldim. Tovuq oyoqchalarini yoniga guruch qaynatadigan bo'ldim. Guruchni ham yaxshilab yuvib, ustiga tuz, ozgina yog' solib, birikki aralashtirib qovurib oldim. Keyin suv quyib dimlab qo'ydim. Tavaga ozgina yog' quyib, tovuq oyoqchalarini tez-tez solib, uni ham dimlab qo'ydim. Albatta ozginagina suv quyib, keyin tagini pastlab dimlab qo'ydim. Keyin bolajonlarimni xonasiga bir qator qaragunimcha, bolalarimni bog'chadan, maktabdan oladigan paytimiz bo'lib qopti. Chaqaloqimizni qayninoyijonimlarga tashladik. Yana yorim bilan bits-bits qilib bog'chaga ham yetib oldik. O'g'lim bilan qizimni bog'chadan olib, o'g'limni sport zaliga tashladik. Qizimizni maktabidan olib, yana o'sha hilpirab turgan bayrog'imizni tomosha qilib qaytdik. Vau, qaranglar qanaqa chiroyli. Uyga kelib yana ishlarimni boshlab oldim. Yig'ilgan ozgina kirlarim bor edi, shularni mashinkaga solib qo'ydim. Keyin qaynota dadajonimni yangi shimlarini tagini kesib, bosib, chiroyli qilib dazmollab qo'ydim. Yangi yil tugadi, lekin biz uyda hali tugamadi. Qizim bilan yangi yilni bugun tugatishga qaror qildik. Archa haqidagi she'rlarimizni aytib, yig'ishtirdik. Keyin dekabrgacha xayrlashib, podvalga joylab chiqdim. Podvaldan chiqib qarasam, kirlarim tashiday qurib yotibdi. Kirlarimni yuvib oldim, bolajonlarim kiyim zaldan birin-ketin kelishib boshlashdi. Orada bolalarimni chayintirdim, ovqatlantirdim. Adamiz bilan yana ozgina bolalarimiz o'ynadi. Sizni kuningiz qanaqa o'tyapti? Kommentariyada bo'lishamiz. Kanalim yangi, like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Bu meni birinchi vlogim. Xato kamchiliklarga uzr.